Ay. Ay. Sizga da'vatmi? Manama? Siz beklang. Ha. Nima ishingiz bor aka? Besko Germaniya. Nima uchun? Ma tamakini yerga tashlaganingiz uchun. Bu tamakini yerga tashlamay, pattingizga tashlabdi. Pattingizni tashlamsiz, yanchuqni salamsiz, yuz tutamsiz, meni nima chatag'im? Ishqilib yerga tashlasangiz bo'lmaydi. Usta, Tushundingizmi? Qizil mashinani ko'rdingizmi? ha. Aşağıda etmay, törükçeme, emis benim yerim. Mening yerim? Sizning shaxsiy yeringizmi? Voy, siz nima ish qildigan odamsiz? Tazlık nazaretçi. Voy. Men diqqatsizlik deb mushtaq qilib sabdiman. Buningdiki mushtaq qilmay, aldiraydim, qara ishim bor, men diqqat qilay. Buningdiki diqqat qilay, ma'qul. Bunun için siz nerede tuttum ha? Ha? Pul çıkarın pul. Pul yapmayacak. Ha, pul deydi ekansiz. Bunda ishti bor-ku, tarbiyani asos qilish kerak deyman. Estağfurullah. Hammalar terbiyeli kelsalar kim tüzümge xilaf qildi? Voy. Voy aka, bu tuzumga xiloflik qilmasa yaxshi emasmi? Vaqtida men kimga Germaniya qo'yma? Bo'ldi, ko'tildimay. 10 ko'y chiqaring. 10 ko'y? Bermayman. Demişki bermaysiz. Ha? Taqdinglarda bir qitimda 5 ko'y jarimani qo'yildi deb yozilib tursa, siz 10 ko'y deysiz-ku. U degan to'ppasi, meni da'vatga parcha bor. Allah. Hazır qadamlar beyib ketdi juma. Shart chiqasiz qo'y. Shart. Shundaqlab ketdi. Ajab yaxshi bo'ldi. Aka, rahmat sizga. Ajab yaxshi bo'ldi, pul parchalamayapti. Pulni suyuvamin bunaka. Germani qo'yarsam rahmat deydi bu ahmoq. Aka, pach pulni ishitib bering, menga aldirayt. Bunun da 5 adam turda. Ha, 4 ne ya? 4. Hop. Maqran. Bu pulunuz parçalab keling ha. Voy, bu menda pach pul yo'q. Parçalab keling deyman. O, menda pach bo'lmasa qanday qilaman? Qanday qildingiz? Parçalab keling deyapman, qanday qilim deydi yana? Voy, shu bayatingiz bizani parchalayapman. Ha, bu tutay, parchalab bersangiz bo'ldi. Bo'ldilar. 5 ko'y chiqaring ha, 5 ko'yni. Voy, men bermayman dedim-ku, bersam o'zingiz olmisiz? Mana. Siz bir tal tamak tashidingiz. Menga 5 ko'y bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, chiqaring. Bir tal tamaki 5 koy. 10 tal taşısam 50 koy. 20 tal taşısam 100 koy oldu, şunda mı? Da. Tutayım anne. Acayip serektimmiş 100 koydu. Yaman emas tamakni qildi.